jigar, mana buni ko'ring. Odamlarga mana shuni qidirib yurmadingiz. Juda ham yengil, kachitvalari вообще zo'r, norka, buyoqlar piton. Rangini qarang. Yashil rang. Zamoklarni ko'ryapsizmi? Zamoklarini. Shundoq yechasiz-ku. Shundoq ustlari kiyadi. Maza qilib issiqni kiyib ketaveradi. Buni oq ranglari ham bor, ko'rasizmi? Oppoqqina onaxonlarimiz uchun umradan hajdaga kelganlarda ustlariga nasib bermoqchimisiz? Mana oppoqqinasi ham turibdi. O'rtalaridan bunaqa pitolli yurib o'tib ketgan. Nima deyapti? Juda ham zo'r narsa. Atirgulxon opa, siz uchun narsa olib qo'yganmiz, bilasizmi nima? Naqadar mehribonsiz Atirgulxon opa. Bardoy paltoyimiz. Toza kashmir. Tumachasini bittasini taqasiz, ikkinchisi o'zi taqilib qoladi. Nima deyapti bu? А что, так можно было, что ли? Imperiyada mana shunaqa zo'r bishilkadan tushib ketgan mahsulotlar ham bo'ladi. Qalbi musaffo bo'lgan, opalarimiz uchun, onaxonlarimiz uchun juda ham chiroyli bo'lgan moviy ranglari. Yoqalariga norka qo'yilgan, ko'rasizlarmi? Bir-biriga tushishini qaraydi. Juda ham chiroyli tushyapti. Bundoq taqsiylar oldida tumachasi yo'qdek bo'lib turadi. Juda ham zo'r mahsulot. Bo'yi uzun opalarimiz uchun uni ham olib qo'yganmiz. Mana shuni kiyishadi. Bemalol yurishadi, yengilgina, yoqalariga norka qo'yilgan. Ibyoda kojinli pastavkalari ham bor, juda ham chiroyli rangli. Bunda har xil ranglari bor, mana ko'ryapsizlarmi? Har xil ranglardan bor. Paltolarimiz ham bor. Rangi yashil, yoqasi jigarrang. Jigarrang emas ekan, arayxibi. Ibyodan bunaqa haggi svetlari ham bor. Madina opa, moshinangizga qanaqa rang palto yoki kurtka olishni bilmayapsizmi? Imperiyaga keling. Mana shu bardoy deysizmi, jigarrang deysizmi, qora deysizmi? Moshinangizga ham moslab paltolar qilib beramiz. Alkantarolarni qilib beramiz. Imperiyada hamma rangdan bor. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Bunaqa sabzi ranglar ham bor. Sabzi rangdan oshib qotganinglarni kiyib olasizlar. Nima deyapti? Yetgancha qizillarga, sarpaga yengil, yupqa, oppoqqina narsa qidirasizlar. Sarpasida borganda chiroyli oppoqqina bo'lib turishini xohlasizlar. Endi bu yo'lni ko'ramiz. Mana o'sha sizlar oppoqqina qizillarga, oppoqqina trench qidiryapsizlar. Mana sizlarga mana shunday oq trenchlarni ham qilib beramiz. Uzunligi 130 sm, juda ham yengil bo'lgan, qo'llari manjetli qilingan, kachitvalari a'lo darajada. Buni kaltasi ham bor, uzuni ham bor, hammasidan bor. Ibyoda bardoy rangi ham bor ekan. Jigar, bitta siniylarga olib beradi, xursand bo'lib qolishadi, bazaq kiyishadi. Ibyoda bunaqa qizil siniylarimiz uchun bunaqa niyabishli narsalarimiz ham bor. Kapshonkalari, pisesdan qilingan biyolar, alakantaro. Uzunligi 130 sm bo'lgan, juda ham kachitvasi zo'r, yoqalari yechiladi. Zo'rdek xullas, boshqa gap yo'q. Hamma rangidan bor. Qora deysizlar, jigarrang deysizlar, ko'k deysizlarmi, yo'q rang deysizlarmi, yo'q rangni ham qilib beramiz. Hammasidan bor işte. Videoni to'xtatib qo'yib deb o'ylaysizlarmi? Shoshmaysiz. Sizlar uchun skidka qilganmiz bu videomizga ham 25-30% gacha mana shu -1 qavatimizdagi tovarlarni bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar.